Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yil 1-oyning 22 kuni, çarşamba kuni kech. Bugun men Donald Trumpning ikkinchi qitimliq Amerikaning prezidentlik saylanib vazifaga o'ltirishi va uning yurgizmoqchi bo'lgan siyosatlari, bu iqtisodiy siyosatlarining iqtisodga ko'rsatadigan ta'sirlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Xabaringlarda bo'lgandagidek, Donald Trump Amerikaning 45-navbatlik prezidenti bo'lgan kishi. Bu qatam u Amerikaning 47-navbatlik prezidenti bo'lib, ya'ni saylandi. Bu Amerikaning yaqinqi prezidentlik tarixida bo'lib baxmagan ish. Bu vaqtda men yozib qo'ygan yozmalarim bor, uni o'qib qo'yaman. Ama hazır səyyarə şəkildə növbətdəki Amerikanın iqtisadi Trump'ın yürgüzməkçi bolğan siyasətləri və onun iqtisad göstərən təsirləri doğrusunda qısqaça toxtalıb ötək. Donald Trump bu qitim prezidentlikə düşkən vaxtda mundaq gəplərni qıyğan. Xitaydan kildiğən barlıq mallarga, yəni 60% tamojni becini, mallardan elindiğən tamojni becini 60% qo'yiman. Dunyoning boshqa yerlaridan kelgan barliq mallarga 10% tamojni bejini qo'yiman. Kanada bilan Meksikadan kelgan malga 25% boj qo'yiman degan gapni qilgan. Vazifaga o'ltirib, bir kun vaqt o'tgandan keyin bergan signali nim bo'ldi desa, Meksika bilan Kanadadan kiradigan mallarga 25% boj olaman. Ammo Xitaydan keldiğen mallarga 10% boj olaman degan gapni qildi. Bu balkim kishilarni o'ylantirish mumkin. Nemishqa 60% boj olma da'vatda Xitaydan yani 10% qo'ydigan bo'lib, nim deb o'zgardi deb ba'zi kishilar o'ylashi mumkin yoki ba'zilar Elon Musk Trumpning yaqin odami, uning kabinetida muhim o'rni bor. Shunga u pishirilgan bo'lishi mumkin deb har xil o'ylashi mumkin ba'zi qarindoshlar. İhtimal, o xil ihtimallıqni chetga qo'yib bo'lmaydi. Ammo Donald Trump Xitoyningki rahbari bilan kuni telefonda ko'rishibdi. Ya'ni telefonda ko'rishgan vaqtda savdo masalasi, zaharli chekimlik masalasi degandek narsalarni deyishibdi. Shu vaqtda bizning bildirganimiz shunchalik axborotda deyilgan gap. Ammo undan boshqa ya'ni konkret qanday gaplarni deyishdi, qaysi xil turlarga, qaysi xil sohalarda kelishdi biz uni o'qimaymiz. Balkim Trumpning Xitoyning melidan 2-oyning 1-kunidan boshlab Xitoydan import qilingan mallarga 10% boj qo'yiman deyishi, saylan mezgildagi 60% qo'yiman deganga qaragan vaqtda jiq o'zgarish bu. Lekin bir necha kundan oldingi suhbat ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Biz uni o'qimaymiz tafsilotini. Balkim ishlarni palampay siman qilish mumkin. Ya'ni dastlabda 10% qo'yib yiqib, ma'lum bir talabni qo'ysa, unimiz yana 10% ni qo'yib deganga o'xshash. Chunki bu kishi o'zi nihoyatda pishqon korxonachi sodiga. Bu kishining The Art of Deal Making deydigan bir kitobi bor. Ticaretdə, söhbətləşkəndə savdo qilishning usuli san'ati deyilgan kitobi va 30 yil burunlam, 30 necha yil burunlam yozgan kitobda bu odam ishlar qancha murakkab bo'lgan vaqtda, qancha raqobatli bo'lgan vaqtda shuncha foyda qiladi deb andan o'ziga bak ishonadigan xarakteri bor bu kishining. Mana biz ko'rdik, nurg'un ishlarni shu o'tgan 4 yil ichida nurg'un ishlar beshiga keldi, ya'ni tik tura oldi. Bu adamның o'ziga bo'lgan ishonchini texmi oshirdi. Shunga bu odam shu savdoda yoshlig'idan tortib o'yinlik savdosi qilib, kishilar bilan, hukumat tarmoqlari bilan, chet ellik savdogarlar bilan aloqalash jarayonida yetilgan o'zining bir uslubi bor ekan. Ya'ni bundaq aytgan vaqtda hozirning o'zida qattiq gapni qilib, keyinadilla yumshoq vosita qo'llangan yoki bo'lmasa qattiq tahdid qilib qarshi tarafdan erishganiga, orzu qilganiga erishamasa, u xil tahdidni reallikqa aylantirib, qarshi tarafni vaydat yugizdigan degandek. Demak, bu odamninki
60%dan 10%ga mandağı özgürüşü belkim azıraq taktiklik tangshash bo'lishi mumkin. Ya'ni ishlarning taraqqiyotga qarab agar deginidek yagi kemmisa oshirish mumkin. Endi Meksika bilan Kanadaning o'rtasidagi munosabatga qanday tashqi savdoga import va eksport qilinish 25% mal olaman deydi, baj olaman deydi deganda bu kishining qarashida buningdan 30 necha yil burun tuzilgan Shimoliy Amerika NAFTA tashqi savdo kelishimnomasida Amerikaga ziyonli taraflar bor deb o'ylaganligidan. Ham bir davlatningki prezidenti bo'lgandan keyin shu davlatning manfaatini o'ylaydigan gap. Agar bu kishi qaysi jihatlarda Amerikaga foydasiz o'zining tushunchasi bor. Mushularni o'ylab turib, buni tanishmasak bo'lmaydi deb 2020-yili bu 3 davlat bir yerga kelib, munosabatli xodimlar bir davomli qarash bir-biriga mush masalalarni savdo masalasida qarash yo'l qo'yish to'g'risida bir ma'qullab degan bir to'xtamni ma'qullab degan 2026-yili qarab chiqmoqchi ekan. Uningga biroq Trump uning taxirsizlik bilan muomala qilayotgan gap. Ya'ni bu kishining da'vat qilgan bundaq qonunsiz göçmenler, zaharli chekimliklar Amerika bilan Meksikaning, nima, Kanada bilan Meksikaning chegarasidan Amerikaga kirib kelyapti deb. Demismi fentanyl degandek arqali zaharli chekimliklardan kuniga 300 o'tir hisoblan kuniga 300 amerikalik jinidan ayrilayotgan gap. Buning o'zi bir ijtimoiy masala. Shuning bilan obraz masalasi, bir davlatning obraz masalasi, dunyodagi kishi bir şey to'g'ri qilgan milliy daromad yuqori, ana yuqori davlatlarning biri, ammo ba'zi odamlar uy makonsiz, zaharli chekimlikka o'ginib qolgan. Bunda bo'lsa bo'lmaydi, buni o'ngshash kerakda. Trumpning saylanishiga ta'sir qilgan omillarning birisi shu. Ammo uning ustiga o'zining davlati va o'zining davlati ko'p sonli millat, huquqli millat. Shunda turib pullarini elib, kelib, mayaga kelib, kishilarning to'lagan puli bilan salomatlik sug'urtasiga erishib ezilgan emas o'zining davlatida demakchi. Mayada boshqa ishlarni qilaman deb kelib olgan bir qism odamlar bor. Davlatlari bu Amerikani o'ch ko'rdi, ammo ba'zilari kelib mishadi har xil maqsadlardan kelgan odamlarni yo'q deganlar bo'lmaydi. Shunga mushuqlar odamlarning chegaradan iqib kirishiga Bidenning prezident Bidenning vaqtida bunday ishlar bakchi qilib ketdi haddan ziyoda. Bu kishilarning o'g'sini qaynatdi. Bu xil odamlarning kelishiga chegarani ichibatdi, to'smidi, zaharli chekimlarning yamrab ketishiga, Amerikaga kirib ketishiga asba deb Meksika bilan Kanadani tutyapti bu odam. Bo'lmasa Kanada bilan Meksika mush 3 davlatning o'tirisiga 1 yillik umumiy savdo 2,10 trillion dollarga yetgan. Ya'ni Meksika bilan Kanadaga Amerika 1 trillion dollar qiymatida mal sotadi ekan. Mal tovar mulozimat. Bu ikki davlatdan setib olganini 1,5 trillion dollar qiymatida degan. Demak, bu yerda Amerika ko'p bularga qaragan vaqtda ulardan jiqroq mal oldi degan gap. Shunga Donald Trump bu ikki davlatdan keladigan mallarga 25% tamojni bejini qo'yman deyish orqali bu tahdid shunun bilan birlikda iqtisodiy qurol. Buni qurol qilish orqali nima deydi desa, shu chegaralarning, chunki Shimoliy Amerikadagi 3 davlat mushu bir-biriga chegara olishdigan. Mushu ular hech kim havodan kirolmaydi degan gapda. Quruqlik orqali ba'zilar kelib qonunsiz qonunli kelib ketmay qolib qolsa boshqa ish. Biroq hech qanday chegaradan kirish rasmiyati yo'q. Kirib turib olgan odamlar mush ikki davlatdan kirgandan keyin Donald Trump mushu jihatda qistash orqali u Meksika bilan Kanadaningki bexatarlik tarmoqlari, chegara qo'g'dash tarmoqlarininki hukumatlarninki mablag' ajratish, odam kuchi ajratish bilan maoshlarni to'xtatmoqchi. Ham Xitoyning rahbari bilan deyishgandami, Trumpning degani zaharli chekimlikni to'shiydiganlarni jinoyat guruhlarining jazolar to's da'vat agar qilmasang bajni oshirman da'vat. Bundaq aytgan vaqtda tamojni bejini bu odam
davlatning manfaatini qo'g'daydigan bir qurol sifatida ishlatishga ishlatmoqchi bo'lyapti degan gap. Buni ashundaroq tushunsak bo'ladi. Endi onundan başqa, yəni iqtisadi cəhətdə bu adamdan ki yol qoymoqchi bo'lgan narsa nima desam, yeşil energiya deganga, havo klimati o'zgarish bo'ldi deganga bak ishonib ketmaydi bu odam. Andan keyin bank sohasi bilan energiya sohasida kengri qo'yib o'tish kerak deydi. Deregulation deydi. Ya'ni boshqarishni, hukumatning aralashishini tuvallatish kerak. Tijorat qilaman, mush sohalarda pul topman degan odamlarga erkinlikni ko'proq qo'yib o'tish kerak deydi. Biroq bank sohasiga, energiya sohasiga yoki tutsin maqima deyli, Amerikaning zaminlaridan energiya paydo qilsin deyli. Neft olsin, tabiiy gaz chiqarsin, uni buni deyli. Ammo banka sohasini bak qo'yib o'tib qolsa, chatoq bo'ladi. Bu bank sohasi, pul muomala sohasi, mana kripto, shifrli pul bilan munosabatli. Trump coin degan paydo bo'liblar, uning qiymati 2 sentdan boshlanib ekan, $75 chiqib yenibdi. Mana bu bu odam o'zi bundan necha yil ilgari Bitcoinni bir xil aldamchilik, scam, aldamchilik deb qaragan odam-ku bu. Endi hozir 10 yildan ichida biraxlam idisi o'zgarib, hozir o'zining bir coinlar pul tepadi. Bu pul kishilarning nazaridagi pul, ixtisoshunoslik pul uning aniqlamasi boshqa. Uning nurg'un funksiyalari bo'lgan gap. Uni bir davlat mas'ul bo'lib chiqargan gap. Masalan, Amerika dollarining keyinida Amerika Markaziy bankasi va davlat agar favqulodda bir cho'ng turlarni yurishtirman deb mablag'ga ehtiyojli bo'lsa, zaim taqtidi. O zaim hukumatlar bo'layotgan, davlatlar bo'layotgan o zaimni to'laydi, to'layoladi, majburiy va qanday qildi deganda bajig'i sharqli. Ma'qul shifrli pullarningki qandaq masalan 2 sentlik narsa 70 necha dollarga chiqib ketdi degan gap. Faqatlam kishilarningki Trump prezident bo'lgandan keyin cho'ng bir umidlarni kutib ilayotgan narsani xuddi quruq qog'ozga jon kirgizayotgandek bir ishda bu. Hammadan ilib buni kim oladi buni desa tiz boy bo'lamiz deydigan odamlar. Buningki foydasini kim ko'rdi desa, shu pulni chiqarganlar, andan keyin buni oxirida turib barmoqda o'ynatayotgan kishilar, asonliq kishilar. Kim ziyon tortdi desa, sizga o'xshash, menga o'xshash kishilar. Va balkim bizdami to'la o'ta ahmoq kishilar. Buni Harvard University'ninki iqtisodshunosi Kenneth Rogoff tunögün deydi. Trumpning mush qilayotganlari pul muomala sohasida erkinlashtirman degani kripto bozorda cho'ng bir chatoqqa vulozirlaganlik deb atadi. Menimcha o gapning muayyan asosi bor. Andan keyin 1936-yili John Maynard Keynes degan iqtisodshunos, ya'ni mikro iqtisodshunoslik ilmining otasi bo'lgan John Maynard Keynes shuna bir gapni degan. Animal spirit deb. Latinchadan kirgan so'z, ya'ni o qadimgi greklarga berib taqilgan so'zlar bu. Spiritual animals deydigan nima desa, hayvon ro'yi deb qo'yamiz. Hayvon ro'yi deymiz bizning tilimizga manda tarjima qilsak, lekin bu iqtisodshunoslikda bu adam 33-yildagi Amerikada yuz bergan iqtisodiy bo'hronni ko'rgandan keyin buni iqtisodda qo'llangan bu iborani. Asli bu ibora bor burun hayvonlarningki ruhiy deydigan. Bakalsın ishlatib ketmaylarmi? Bir narsaga jasurlik qilish, qo'rqmaslik yoki bak qo'rqib ketish deb. Bu 30-yillarda ondan burun Amerikada shu paychiga bozorda odamlar pay setilib boy bo'lamiz deb nurg'un odam tushunmay turib shu sohaga kirib oxirida iqtisodiy bo'hron kelib chiqqan gap. Bu odam deydi-ki, hozirgi yuz berayotgan ishlar men mushundan deydi. Balkim Trump coinning taqtilgandan keyin bu odam ko'rib, bozordagi qiziqchilikni ko'rib da'vatqanishi mumkin. Ya'ni odamning haddidan ziyoda hissiyatiga tayiniblar, idraksiz holda qaror chiqardi. Hissiyati tuyg'usiga tayinib, u ilyapti bu Trumpning tangisi, Trump chiqargan tangi cho'qim o'sdi deb ilyapti. Lekin oxirida
Nurg'a adam ziyon tortadi deydi. Menmo mushunga yaqinroq qarashdiman. Xo'sh, bu adam deydiki baj jihatda davlatlardan baj alimi Kanada, Meksikadan baj alimi deydi. Lekin Meksikadan 25% baj almaydiganda bu adam asosan Amerikaning avtomobil sanoatini qo'g'dashni maqsad qildi. Chunki bu adam deydiki Meksikaning avtomobil sanoatiga Xitoylar singib kirib bo'ldi, Xitoylar egallab bo'ldi. Shunga avtomobil import qilingan avtomobil eksport Meksikadan setib oldigan avtomobilga nemini tamojnadan chiqarib qo'ysak, ozroq setilsa, Xitoyninki avtomobil sohasi bizninkini yengolmaydi. Meksikaninkini egallayolmaydi deb manda qarayotgan gap. Ya'ni bu yerdagi masala nuqul fentanilni, qonunsiz odamlarni Meksikadan kirgizayotgan deb emas, ya'ni Meksikaning iqtisodiga Xitoyning shirkatlari bak kirib oldi. Mush orqali ya'ni Xitoyning mollari Meksikada ishlab chiqarilib, Meksikaninki tamg'isi besilib, markasi besilib bizga setiladi. Shuni to'xtatishimiz kerak degan mandami niyat bor. Xo'sh, endi bu odam vazifaga tayinlanish, vazifa topshirib olgan vaqt so'zgan so'zda dediki, tamojna beji bir kuchli qo'ral, bundan foydalanib Amerika xalqining kirimini o'stirman, chet eldan keladigan mallardan kirim yig'man deydi. Tamojna bejar qilib. Ya'ni hukumatning xazinasi bajdan keladi emasmi? Buning uchun tashqi external revenue service degan bir idorani quraman deydi. Xuddi tashqi ishlar ministrligi deganga o'xshash tashqi baj yig'ish idorasi quraman deydi. Qilamda qilmamda bir odatda bundaq bir hukumatning organini qurish uchun Amerika parlamenti tasdiqlanishi, Amerika parlamentining ma'qulligi o'tish kerak. Bu yerda prezident qilaman deb ba'zi ishlarni qilolmaydi. Bu yerda shunga huquq 3 ga bo'lingan deyishlik sabab shu bir-birini nazorat qilib turadigan ish. Shunga sirtdan keladigan mallardan baj olsak, tamojna bejini olsak, kishilarning kirim bejini, Amerika shirkatlarining tijorat bejirini kemaysak, tijorat shirkatlarining foydasi jiqroq bo'ladi, xususlarning kirimi jiqroq bo'ladi deydi. Lekin import qilingan mallarningki bahosini bajni jiqasa, u baho ketildi. Bahoni kim to'laydi? Ya'ni iste'molchilar to'laydi deydigan mandaqmi gap chiqadi. Shularni ko'z tutib Kenneth Rogoff deydi. Trumpning hozir Bidenni o'tkazib olgan iqtisodiy kuchli iqtisod. Bu uzunga davomlashmaydi. Trumpning bu qitimliq prezidentlik mezgilida Amerika iqtisodi cho'kadi deydi. Kenneth Rogoffning gapini men chiqib bergan sizlarga. Ya'ni Covid boshlangan vaqtda bu odam umidsiz qaragan. Nima degan? 1933-yilgi iqtisodiy bo'hrondan keyingi cho'ng bir bo'hron bu. Amerika bundan 7 yilning ichida o'zini tatanmaydi degan. Ya'ni umidsiz gap qilgan. Bir 2 yil qolmay o'zini tatib chiqib ketdi. Chunki texnika deymiz, yangilik deymiz, anandakin butun dunyodagi mablag' sog'chilar, pul topimiz deguvchilar, talantlilar mushaning bozorga mushaning iqtisodi qaraydigan gap. Ustiga dollar deganning dunyoninki reserve currency zapas puli, buning puliga nisbatan hamma yerdan talab bo'lgandan keyin agar besib chiqarish to'g'ri kelsa, besib chiqaraveradigan gapkanda. Shunga mushu masalada Kenneth Rogoff nima qaramoqda? Abaydan shipirliq pul bozorida bir cho'kishni, qalayimqonlikni keltirib chiqardi. Iqtisodning cho'kishini keltirib chiqardi. Menimcha undaq bo'lishi natayin. Chunki bu odam nihoyat oson ahvol qarab gapini, tanlashini, usulini o'zgartira oladigan odamga. Jonliqligi bor demoqchi. Jonliqligi bor. Ammo xarakterida savdogarlik, tijoratchilik bo'lgandan keyin xarakterida bir ish qilishdan burun foyda ziyinini o'ylaydigan gapda. Foyda ziyinini o'ynab qiladigan gap. Ma ishni qilsam uning foydasi manda bo'ladi, ziyini manda bo'ladi deb o'ylab qiladigan gap. Anandan keyin bu odam
Deydiki şu iqtisodiy masalada yeşil energiya jihatda elektronlik mashinani elish olmaslik masalasida hukumat qo'llaydigan pozitsiyadan qilmaymiz deyapti. Yeşil energiya masalasida. Energiya Amerikada energiya şirketlari neft chiqasi yaning tegidan mayasa gaz chiqasa uni cheklanib qo'ysak bo'lmaydi deydi. Deregulation deydi. Boshqarishni ajlashtirish. Unda olsa balkim yiqilg'ularninki bahsi azam bo'lishi mumkin. Lekin yomon yeri bir yiqilg'ular azam bo'lgani bilan uni to'shib yetkazishning nemisi bak ishib ketyapti-da Amerikada yomon yeri shu. Masalan, shu bizning o'ylarga tok gaz deymiz. İşletkinimiz 200-300 dollarlık bo'ladi ekan, ammo uni aslında yetkazib berish haqqi undan 3-4 tasi yuqori bo'ladi ekan. Toklarga 5-600, gazlarga 800-900 ashunday chiqib ketadi hozir qishning kuni o'g'amda. Lekin energiyaning bahsini tushasimi, menimcha jiq tushmaydi. Chunki bu yerda to'shishni shu gazni, tokni yetkazib beradigan shirkatlar asasen monopollik o'rin ekan. Ular yuqori baho, qimmat qila oladi ekanda buni. Xo'sh, endi hozirgi ahvolda endi Amerikaningki iqtisodiy yana ta'sir ko'rsatgan amal o'sha qonunsiz ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarman deydi. Kenis Rogov deydi, shundoq deydi degan bilan azroq simvollik shaklda bir qismini qo'g'lab chiqarish mumkin, ammo chiqolmaydi. Chunki bularning ichida Amerikaning iqtisodiyotiga kerakli odamlar bor deydi. Bu gapning muayyan asosi bor. Endi qaraymiz, nima savdo sohasi asosan umidvor qarayotdi. Yana Trumpningki rahbarligida Amerikaning iqtisodi yaxshi bo'ladi, shirkatlarimiz foyda ko'rdi deb kapital, ya'ni pul muomala aksiya bozorlariga nisbatan umidvor qarayotdi. Lekin menimcha shu kripto bozoridan uchun kripto bozorini Amerikaningki butun dunyoning kripto kapitali qilaman degan gapi bor emasmi? Bu chaqda yana ba'zi asli buni bundoq nima qilish kerakdi-da? Bundoq qonunlashtirib, qasha tuzab, yo'l tizib qilib berish kerakdi. Buni kengroq qo'yitman deyapti. Agar shunday bo'lsa, ma'lum vaqtdan keyin bir cho'kish bo'lishi mumkin. Bu xil ehtimollarni chatga qilmaydi. Shuna mush jihatda men kishilar sovuqqon bo'lishini umid qilaman. Xo'sh, endi men gapimni ayni vaqtda 2017-yil 1-20-kuni Donald Trump vazifaga o'tgan vaqtda bir narsa yozib ekanman. Trumpning dunyosi va dunyo deb. Ikkinchi qitim o'tgan vaqtda shuni ulamsini yozib qo'ydim, ko'pchilikka o'qib beray. Azroq bu gaplarimda azroq bir chinliq bormi yoki xiyolimnikini to'kab qo'ydim. Trumpning dunyosi va dunyo. Real dunyoda ishlar hamisha logikaga bo'ysunmaydi. Masalan, axloqning o'ziga tushlik logikasi bor. Kuchliklarning ojizlarni bo'zaq qilishi axloqsizlik bo'lib, axloq logikasini aytganda kuchliklar ojizlarni yo'lishi qo'llash kerak edi. Ammo ish uning aksicha bo'lg'achqa zamonlardan beri kishilar bu xil ahvolni aks ettiradigan maqol tamsillarni aytishgan. Alayli zamon zo'rining tomosha ko'rining gachi bo'lsa-mu bayning balasi so'zlasin. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi maslashganlar tanlanadi, maslashmaganlar shallanadi ta'limotimi axloqiy logikani rad qiladi. Real dunyoda yuz berayotgan ishlarga qarasang, Karl Marksning ba'zi so'zlarining to'g'ri ekanligini his qiladi ekansan. Ya'ni ishlab chiqarish kuchlari ishlab chiqarish munosabatlarini belgilaydi nazariyasi to'g'ri deyilgan gaplar. Bugun Trumpning Amerikaning 45-navbatlik Amerika prezidenti bo'lib vazifaga o'tiradigan kuni. Trumpning taxtga chiqishi haqida nurg'un qiyos, mulohiza ilib berildi. Ba'zilar uni Amerikada bosh ko'tarayotgan irqchilik, bekinmachilik va millatchilik taxtga ilib chiqdi desa, ba'zilar uni iqtisodning yer sharilishi va Amerikaning dunyoga o'zini echib etishi, dunyoning ishlariga to'liq qo'l tiqib olishi natijasida ziyonga uchradi deb qaruvchilarning ko'nglidagini diyaligini uchun deyishadi. Nima bo'lsa bo'lsin, u saylanma orqali prezident bo'ldi.
әрге bir növbət, yerge bir növbət degəndək onun bir növbət gəldi. Aldı bilan e'tirof qilish kerakki, qandaq vasitlarni qo'llangan bo'lishidan qat'iy nazar, u oldi bilan dadisining izini besib chirig'ni yo'rata olgan muvaffaqiyatli korxonachi. Fazilati kishilik xarakteridan nuqsonlar bo'lsa-mu, men diqqat qilgan bir nuqta, u farzandlarga qattiq talab qo'yadigan mas'uliyatchan dada. Uning mush yeri menga yaradi. Trumpning yana bir alohidligi, u germanlarning tartiblik plan bo'yicha ish qiladigan odatini o'ziga o'zlashtirganligida. Trumpning biz tushunmaydigan dunyosi bor. U vazifaga o'ltirgan bu 4 yil ichida dunyoga o'zini tushundirdi. Uning so'z harakatlariga qarab, dunyo bir xil tashvishga cho'kmoqda. İdrakli kishilarning qo'g'lishligini tinch ham xotirjam turmush va ham bu ham maqsad va shu maqsadni a'lolashtirish jihatdagi zarur bo'lgan sharoit. Trump zodi degandagi hokimiyat yurgizamdi yoki uning biz tushunmaydigan dunyosida dunyoni tushunadigan, dunyoning go'zalligi uchun o'ylaydigan qalb va idrak bormi? Hammani vaqt isbotlaydi, faqat vaqtla hammani bera oladi. 2017 yili 20 yanvar. Ardın 8 yıl ötdi. Trump'ның 4 yılda Amerika'nın qanday idora qilganini dünya ko'rdi, biz mi ko'rdik? Endi ikkinchi qitim yana saylandı. Şuna Trump'ның dunyosi va dunyo degan 8 yil burun yozilgan yozmaga ulanma, yozma ma'lum. O'xshash deyman. Bundan 8 yil avvalgi kunda Trump'ның taxtga o'ltirish munosabati bilan yuqoridagi temada bir mikrolik yozma yozgan edim. Ardın 8 yıl ötken bir günde onun ulanmasını yazışı oyağı geldim. Bundan neçə saat ilgiri çeniqiş saldı, məşğulat işləvatqaç, bugün Trump'ның vəzifəyə oturuş münasibət bilən qıyğan yarım saatlik nutqunu anlap çıxdım. Trump birinci qitim Amerika prezidentliği saylanğanda onun gap sözü təşəbbüsü və vəzifəyə oturğandan keyinki iş beceriş usulidan onun savdogarlik xarakteri roşan ifadələngan idi. Amma onun bu qitimlik saylanışı onu yaqin zaman Amerika prezidentlik tarixidagi rivoyat tusiga ega bir prezident qildi. O'tgan 4 yilda Trump'ning shaxsiy turmushdagi masalalardan tortib tijoratlargacha va hatto birinchi qitimliq vazifada o'ltirishga munosabatli ishlar haqida mediada ko'p gap bo'lindi, u ko'p ayblandi, arz qilindi va hatto sudga tushdi. Ammo bu odam egilmadi, so'zlab turdi. Qildig'ini qildi. Bunga qarab bu adamga bu kuch, bu jasorat nereden kelgandi deb qoldi xeyli kishi. Bu adamning o'rnida boshqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, ya masalaning kengayib o'ziga foydasiz bo'lib qilishdan ansirab, ya dushmanlik bo'lib qilishdan qo'rqib, yerim yo'lda jimib qolgan bo'ladi. Bu odam balki o'zi yashayotgan davlatni, kishilarning psixikasini bakni yaxshi tushunsa kerak. Uning ustiga saylanning oxirgi paytlarida Trump'ning jiniga qilingan suiqasddan aman qilishi onun özünü öz ichiga olgan ba'zi kishilarda onun saq qilishda yaratuvchining uningga yuklagan vazifasi bor degan qarashni ham shakllantirib qo'ygandek. Rostini aytganda Trumpning degan ba'zi so'zlari o'rinli. Masalan, davlat ichidagi masalalarni olib aytsak, zaharlik chekimlikning chegaraning janubidan Amerikaga to'shib kelinib, yiliga 100 minglab odamning jiniga zam bo'layotgani rost. Trump bugun buni qattiq ifoda bildirdi. Ya'ni zaharlik chekimlik kartellarini dunyoviy terrorchilar deb atadi. Bu oldimizgi kunlarda Amerikaning zaharlik chekimlik guruhlarining katibashlariga qarata yo'qotish elib bordiganligining bishorati. Amerikaning demokratlar so'rayotgan shtatlarning och va makonsiz qolgan o'zining fuqarolarining oldin xabar olmay, davlat ham puli turib hech qanday zulm kuchmay turibmi? Amerika qonunsiz yiqib kelib olgan nurg'un kishilarga haqsiz yotoq va xarjlashga pul berishi, salomatlik masalasiga xabar elishi xeyli ko'p Amerikaliklarning o'g'zini qaynatgan bo'lib, Trump norozi bo'layotgan bu xalqning sadolariga quloq berib, kaskin turda qonunsiz ko'chmanlarni cheklash va qo'g'lab chiqarish harakatini ilib boradigandek turdi. Undan sirt kishilarning jinsiga qarata aniq maydonni ifodaladi. Ya'ni Amerikada er va ayoldan iborat ikkala jins bor deb jakoladi. Buni burun hech qanday bir prezident deb baxmagan, deyishga jur'at qilolmagan. Qaraganda dunyo uni yanguchining bo'ladiganligi rost o'xshaydi. Gerçi Trump birinchi qadamda saylamida Amerika shaharlaridagi qurilish va yo'l muassasalarining ko'nrab ketganligi, uni yengilashning zo'rligini ko'p qatim degan bo'lsa-mu, u vaqtdagi ahvolda cho'ng o'zgarish yo'q. Lekin bugungi nutqida u bu haqda to'xtalmadi. Iqtisodiy jihatda Amerika shirkatlarining
Amerikada zavod qurib ishlab chiqarishni yuksaltirish, Amerikaning energiya zapasini echish, yeşil energiya temisidan o'zini chetga tortish, chet el mollariga eg'ir boj qo'yish va tamojna bejini oladigan maxsus tashqi boj mahkamasi qurish va shu orqali xalqning kirimini oshirish ham mol bahsini tushirish maqsadiga yetishni ko'zlayotdi. Tashqi siyosat jihati u Yevropadagi urushni og'ziga olmadi, ammo Panama qonunini yig'izga olish orqali Xitoyning u yerdagi faoliyatlarini yig'ishtirilishi haqida vositalik ogohlantirish berdi. Uning hozirgi gap so'zlaridan sirtqi qarta kengaymichilik puravatidi. Xulosalaganda, Trump yarasha olishga qarshi strategik masalalarga bosh qotirishni emas, Amerikaning o'zining ichidagi masalalarni hal qilishni muhim o'ringa qo'yishni ta'kidlaydigan prezident bo'lib, uning bu so'zlari o'rinli bo'lsa, ammo uning atrofiga dunyoviy cho'ng boylar, ya'ni oligarklarni yig'ib olishi, ba'zida ularning prinsipdan pulni ustun o'rin qo'ydigan siyosat yurgizib, hokim mutlaq diktator davlatlar bilan eg'iz burun yolishib qoladi degan andishni paydo qilyotdi. Nihoyatki, bu xil ansirash o'rinsiz emas. Bugungi marosimda uning eng yaqin turgan kishilar Google, Tesla, Facebook qatorliq cho'ng xalqaro shirkatlarning xo'jayinlaridir. Qaraganda, oldimizdagi 4 yilda Amerikada xeyli o'zgarishlar yuz beradigandak va shuningga ergishib, dunyoda ba'zi o'zgarishlar yuz beradigandek tursimi, ammo Amerika boshchiligida 2-dunyo urushidan keyin barliqqa kelgan dunyoning tartibida Amerika yanala yetakchi o'rinda turadi. 2025-yili 20-yanvar. To'g'ri. Anadan keyin ba'zi kishilar bir necha yilmi, Trump coin bak o'sib ketdi, oldingizmi, olamdiq, olamsiz degan so'rashlar, yo'q, aloqalashlar bo'ldi. Men yo'q dedim. Bunda bir yozmam bakkan, 20 yil burun yozib qo'ygan. Shuni o'qib qo'yay. Vaqtdan chiqsa, men ham ketib anglab qo'yasizlar. Hayotda salqinlashish kerak. Pishg'irma oftobdagi kishilar soy izlaydi va yoki mayin shamolni orzu qiladi. Maqsad salqinlanish orqali rohatlanishdir. Kunimizda moddiy dunyoning qiziqlarining ba'zilarining ishini qizib berohat qilayotganini his qilish mumkin. Va berohat qilayotganini his qilish mumkin. Istak bilan reallik o'tirishga farq cho'ngib ketganda, bu rohatsizlikni kuchayib boradi. Shuni bilan hayotimizning sifati tuvallaydi. Vaqtning barakati bo'lmaydi. Unda qanday qilish kerak? Hayotda salqinlashni bilish kerak. Ya'ni dunyoning varang churunglariga parvosiz qarash, o'zimiz yaxshi qila oladigan ishni yaxshi qilish, qanoatni dastak, amalga oshmaydigan istakni istitak qilish, arzimas kishilik aloqani uzish, kitob o'qish, yozish va o'rganish kerak. Odamlarning go'zalligiga emas, tabiatning go'zalligiga maftun bo'lish, hech kim bilan o'zini selishtirmaslik, ko'ngilni yerim qiladigan, ruhni tushiradigan hikoyalarni tingishmaslik, ko'rmaslik kerak. Bu qichish emas, mudofialanish. Odamda ma'lum qarashga yoki to'pqa mayil bo'lish xohishi bo'ladi. Buningdan saqlanish, mustaqil fikr qilish kerak. Har bir uzluksiz qilinadigan ishning jug'lanma ta'sirining rolining zo'r bo'ladiganligini tushunish kerak. Shundaq. Hayotda salqinlashish kerak. Bu deganlik tamkin bo'lish, quruq xiyoldan qo'l uzish va hamda tegi ko'rinmaydigan ishga boshchilab kirib ketmas kerak deganlikdir. 2024-yili 1-may.